Hammamizga yan shilanxoning uzunlik quvvati nihoyat yuqori bo'lib, tarkibida vitamin C bir qator ko'proq. Shunga biz bugun oilada shilanxo bilan mogoda o'qishda bir xil sayqoriymiz. Qilish usulimiz nihoyat oddiy bo'lib, bir qatim ko'rsangiz chuqur o'rganaysiz, hamda o'rganish boshlaylik ketdi. Avval shilanxo va yumloq mogo tayyor qilib olib, shilanxoni ushchoq ajratib olgandan keyin buni dezinfeksiya qilish uchun ustiga bir qo'shq tuz silib, suv quyib 10 minut chilab qo'yamiz. Orqada yumloq mogoning ostidagi g'ulni elitib, suratdagidek qalinligini normal qilib to'g'ri olib, araliq ko'rib misha kepsa tuqqanlar, qo'llash yusidan yurak yo'ltini basqach qo'ysanglar rahmat. Qozonga muvofiq miqdorda moy quyib, to'g'rab tayyor qilib olgan go'shtni solgandan keyin ustiga yarim qo'shq tuz silib, yana davomli qo'rib go'shtni bir qadar ko'ydirib olib, zanjil, so'm piyozlarni silib, buni bir nechini qo'rib, bundan bir xil mizlikida chiqqandan keyin baya biz tayyor qilib qo'ygan shilanxo va mogolarni silib, navoda sayimizning ta'mini sirtnigidek iloyi chiqirmiz degan urug' tuqqanlar. Mana ma'nodagi cho'ng ustamniki sayqorim tesis qo'sdi, 2 qo'shq silib olsak bo'ladi. Cho'ng ustamning cho'ngligi bor deb oilamizda sayqorisak ta'mini qayta yaxshi chiqarmagan urug' tuqqanlar shuni bir sinab qo'yganlar ta'mini nihoyat yaxshi chiqadi. Keyinidan nihoyat az miqdorda suv quyib, buni 5 minut atrofida qaynatib olibla, qizilazlarni silib, asti-ustini ravs aralashtirib yetib, buni yana 2 minut qaynatibla, tuz ta'mini tanglab, taqsiga qilib iste'mol qilishni boshlasak bo'ladi. Buni mayli ximir tamoqlari bilan yeyli yoki mifam bilan yeyli nihoyat o'xshaydi urug' tuqqanlar. Amsa oxirida qo'llash nihoyat oddiy do'stlar, faqat haqsiz yurakdan birini besib, pinglar rayoniga gullarni ko'plab yo'llab qo'ysanglar, buningdan ortiq qo'llash bo'lmaydi. Kelarsan ko'rishaylik, xayr xo'sh.